Assalomu alaykum. 2020-yilda mamlakatimiz rahbari tomonidan yurtimizda farmatsevtika sohasini rivojlantirish hamda farmatsevtika klasterini tashkil etish bo'yicha topshiriq berilgandi. Shu maqsadda yer maydoni ajratilgandi. Ayni paytda biz ushbu klasterning texnoparkida turibmiz. Xo'sh, o'tgan yillar davomida nima ishlar qilindi? Sohada yana qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Ko'rsatuvimiz orqali shu mavzuda so'z yuritamiz. Davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan 2020-yil 28-yanvarda Toshkent viloyati Zangati hamda Yangiyo'l tumanlari hududida 190 gektar yer maydonida Toshkent Farma Park innovatsion ilmiy ishlab chiqarish farmatsevtika klaster tashkil etilishi bu farmatsevtika yo'nalishida yangi davrdir. Yurtimizda farmatsevtika biotexnologiya yo'nalishlarida eng zamonaviy, sifatli va arzon dori vositalar ishlab chiqarish hamda klasterni farmatsevtika yo'nalishida farmatsevtika hubiga aylantirish vazifasi qo'yilgan. Shu bilan birga sohaga xalqaro bilimga ega kuchli mutaxassislar tayyorlab, farmatsevtika tizimini yangi bosqichga olib chiqish maqsadini qo'yganmiz. Bizning maqsad aholi ehtiyojini qondirish bilan cheklanmaydi. Jahon bozorida raqobatlasha oladigan milliy brend yaratmoqdamiz. Klaster hududida ilmiy tadqiqot markazi, laboratoriyalar, Vivari, farmatsevtika texnik universiteti, genom va AKT markazlari, sport majmualari hamda sanoat zonasi tashkil etilishi jadal amalga oshirilmoqda. Hozirda klaster sanoat zonasida Buyuk Britaniya, Germaniya, Xitoy, Pokiston, Turkiya, Qozog'iston, Rossiya va O'zbekiston ishtirokida qiymati $1 milliard 32 ta investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Sanoat zonasi tashkil etilishidan asosiy maqsad mahalliy va xorijiy ishlab chiqaruvchilarni jalb qilgan holda respublikamizda farmatsevtika sohasini rivojlantirish, aholiga arzon va sifatli dori vositalarini yetkazib berish, tibbiy buyum, tibbiy texnika mahsulotlarini ishlab chiqarib, eksport salohiyatini oshirish hamda import o'rnini bosishdir. 2026-yil yakuniga qadar 8 ta investitsiya loyihasini ishga tushirish rejalashtirilgan. Hozirda 32 ta loyihadan 2 ta loyiha ishga tushirildi. 20 ta loyihada qurilish montaj ishlari amalga oshirilmoqda. Yana 10 ta loyihada loyiha smet hujjatlari ishlab chiqilmoqda. Farm sohasida olib boradigan islohotlar juda jadal. Yaqqol misoli mana shu Toshkent Farma Park klasterining ochilishi. Bu yerda mana katta territoriyada ikkita zonadan iborat. Birinchisi bu ma'muriy inshootlar, administratsiya joylashgan bo'lsa, ikkinchisi bu sanoat ishlab chiqarish zonasi. Bu degani O'zbekistonning farm sohasidagi bo'ladigan islohotlar zo'r natijalar beriladi. Quriladigan zavodlar hammasi yangi texnologiyalar, hammasi hozirgi zamon talabiga mos texnologik kirgan hisobidan xalqimizga arzon, sifatli, samarali dori vositalar ishlab chiqarish yo'lga ilmiy tadqiqot bo'linmalarining bo'lishi bu yanada shu yerda ochiladigan zavodlar uchun yangi imkoniyatlar. U shart emas, chunki har bitta zavodda klinik tadqiqot, masalan, bo'limlarni ochish bu qimmat narsa. Lekin mana shu klasterda, mana shu agentsiyada bu bo'limlarning tashkil bo'lishi bu quriladigan zavodlarni kelajakda muvaffaqiyatli proyekt bo'lishiga yordamlashadi.
Klasterimizda keng turdagi dori vositalar ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan. Bular onkologik, oshqozon-ichak kasalliklari, yurak-qon tomir kasalliklari, qon mahsulotlari, allergik, biologik faol qo'shimchalar, sport ozuqalari, kosmetologik mahsulotlar ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan. Biz klaster yaratish bilan bir qatorda bu sohani milliy brendga aylantiryapmiz. Chunki klaster bu nafaqat qurilish maydoni yoki sanoat zonasi hisoblanadi. Klaster bu barcha infratuzilma, universitet, ya'ni laboratoriyalar, bu degani noldan to oxirgi olib boradigan zanjir hisoblanadi klaster. Birinchi qaror bilan ajratilgan payt klaster 50 gektar yer maydonida bo'lgan bo'lsa, hozirgi kun kelib klaster umumiy maydoni 190 gektarni tashkil qiladi. Toshkent Farm Park farmatsevtika klasterining sanoat zonasida zavodlar barpo etilyapti. Ana shunday zavodlardan biridamiz. Aytingchi, bu yerda zavod qancha maydonni egallaydi va qanday mahsulotlar ishlab chiqariladi? Hozirda 7 gektar maydonga qurilish ishlari ketyapti. Ikkita bosqichdan iborat. Asosan shu chet el loyihalar asosida qurilyapti zavod. Qurilish ishlari, qurilish jarayonlari hammasi shu Yevropa standartlariga mos keladi. Loyihamiz 42 million AQSh dollaridan iborat. Ikkita bosqichda ishga tushiriladi. Birinchi bosqichda 180 ta ish o'rni yaratiladi, ikkinchi bosqichda 125 ta. Jami ikkita bosqichda 305 ta ish o'rni yaratiladi. Yevropa standartiga mos keladigan dori vositalarini ishlab chiqaradigan sertifikatlar olish maqsad qilingan. Chet eldan olib kelinayotgan qurilish materiallari, ayrim uskunalarni o'rnatish uchun muhandislar jalb qilingan. Shu uskunalar o'rnatilish jarayonida o'zlari qatnashishi, ular tomonidan ham nazorat qilinishi reja qilinganligi sababli shu chet eldan ham biz mutaxassislarni jalb qilganmiz. O'zbekistonda mazkur zavodning ishga tushishi qanday imkoniyatlarni ochadi? Bu zavodimiz ishga tushsa, xudo xolasa, mamlakatda ichki bozorida arzon sifatli dori vositalarini yetkazib berishni o'zimizga oliy maqsad qilib qo'yganmiz. Aynan qancha turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish ko'zda 250 turdan ortiq mahsulotlar, farmatsevtika mahsulotlarida ishlab chiqariladi. Zavodda ishlab chiqarish jarayonida asosiy uskunalarimiz Xitoydan, Koreya davlatidan, Hindiston davlatidan uskunalarimiz olib kelinishi reja qilingan. Yevropaga, Lotin Amerikasiga va SNG davlatlariga eksport qilish rejamizda bor. 2026-yilda ishga tushirish rejalashtirilgan. Я работаем на Узбекистана 6 лет на farmatsevtik zavod. O'zbekistonga kelganimga 6 yil bo'ldi. Ayni paytda zavod qurilishida bosh muhandis sifatida faoliyat olib boryapman. Zavodimiz tabletka, kapsula va krem shaklidagi dori vositalarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Hindistonda, Shri-Lankada farmatsevtika zavodlarini loyihalash va qurish ishlarida ishtirok etganman. Bugun O'zbekistonda farmatsevtika tarmog'i jadal rivojlanyapti. Xususan, Toshkent Pharma Park klasterida ko'p loyihalar amalga oshirilyapti. Bu loyihalar ishga tushsa, mamlakatda soha rivojida jiddiy o'sish yuz berishi aniq. В будущем хорошо будет O'zbekiston для farmatsevtik. Tarmoqda 35 ta mahalliy korxona tomonidan 205 turdagi dori vositalarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Ular eksport qilinayotgan davlatlarning soni esa 55 taga yetdi. Barcha sohalardagi kabi farmatsevtika sohasida ham raqamlashtirish ishlari jadal tus olgan. Агентство по развитию фармотрасли разработало мобильное приложение, называется оно FarmMus. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tomonidan aholiga farmatsevtika sohasidagi rasmiy axborot va xizmatlardan foydalanishni yengillashtirish maqsadida FarmUz mobil ilovasi ishlab chiqilgan. Ushbu mobil ilova bir qancha modullardan iborat. Dori vositalari modulida dorilarni nomi bo'yicha qidirish, shuningdek retsept bilan beriladigan va retseptsiz dori vositalarini filtrlash imkoniyati yaratilgan. Referent narxlar moduli orqali foydalanuvchilar dori vositalari uchun davlat tomonidan belgilangan referent va maksimal narxlar to'g'risidagi dolzarb ma'lumotlarni olishi mumkin. Eng yaqin dorixona moduli foydalanuvchilarga joylashuv asosida dorixonalarni topish, ularning manzili, aloqa ma'lumotlari va xaritadagi joylashuvini ko'rish imkonini beradi. Shuningdek, agar dori vositasi nojo'ya ta'sir ko'rsatgan holatlar uchrasa, foydalanuvchi ilova orqali murojaat qilishi mumkin. Murojaatlar moduli elektron farmaka nazorat tizimining bir qismi hisoblanadi.
bo'ladi. Murojaat yuborilgandan so'ng ma'lumotlar ichki reglamentga muvofiq belgilangan muddatlarda ko'rib chiqiladi va natijalariga asosan tegishli choralar ko'riladi. Agar bir dori vositasi bo'yicha o'xshash nojo'ya reaksiyalar haqida bir nechta murojaatlar kelib tushsa, tizim avtomatik ravishda signal shakllantiradi va xavf darajasiga qarab tegishli choralarni ishga tushiradi. Referent narxlar moduli dori vositalari narxlarining shaffofligini ta'minlash, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va narxlar bo'yicha ochiq axborot taqdim etishga qaratilgan. Ilovada O'zbekiston Respublikasida belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgan tibbiy buyumlar va tibbiy texnika bo'yicha rasmiy davlat reyestrlari ham mavjud. Ilova ma'lumotlar integrallashuv asosida yangilanib boradi. Посредством определенных технологий она уже отображается в нашем мобильном приложении. Prezidentimiz tashabbuslari bilan farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi qoshida zarur amaliyotlar markazi tashkil etilgan. Ushbu markaz faoliyat olib borayotgan ishlab chiqaruvchilarni GMP standartlari, GSP, GDP, GPP va bundan tashqari Euro GMP, US GMP, ya'ni bu xalqaro miqyosdagi standartlar asosida ishlab chiqarish amaliyotlarini, ishlab chiqarish bosqichlarini amalga oshirishga yo'l ochib beradi hamda bugungi kunda zarur amaliyotlar markazi tomonidan qattiq nazorat ostida. Bu yerda katta hajmdagi farmatsevtika mahsulotlarini xalqaro standartlar asosida qabul qilish, saqlash va tarqatish imkoniyati mavjud. Bu bosqichlar to'liq raqamlashtirilgan. Maqsadimiz respublikada, nafaqat respublika, butun dunyo bo'yicha dorilarni, farmatsevtika mahsulotlarini olib kelib, o'zimizda qabul qilib hamda reeksport qilish. Biz har bitta mashinani nazoratini olib bilamiz. Dori misol uchun birinchi ishlab chiqaruvchidan oxirgi iste'molchigacha sifatli dorini yetkazib beramiz. Eng asosiysi bu bizda nazoratda turadi. Xohlagan paytimizda tarixini ko'tarib, qaysi tezlikda bordi, necha temperaturada bordi, qaysi nimada saqlandi, hammasini bizda tarix turadi. Men demoqchi bo'lganimki, kontrafakt, sifatsiz dori-darmonlar bizda umuman mavjud emas. Bizda bojxona post ham mavjud. Jam maydonimiz 50 ming kvadratdan iborat. Shundan 11 ming kvadrati bojxona ombori. GDP standarti asosida bu omborimiz qurilgan. Maxsus haroratga mo'ljallangan dori vositalari alohida muzlatgichlarda saqlanadi. Bizning har bitta harakatimiz GDP standartiga asoslangan holatda. Har bittasi nazorat ostida. Chetdan keladigan har bitta dorimiz SAP programmasi orqali qabul qilib omborlarimizga joylashtiramiz va buni o'zimiz tarqatib beramiz. Bugun bizga kirim bo'lgan har bitta mahsulotimiz bugunning o'zida respublikamizni xohlagan hududidan borib sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Farm sohasida biz O'rta Osiyoda yagona hisoblanamiz. 50 ming kvadratlik faqat doriga asoslangan omborxona yo'q. Yirikligi bo'yicha biz Markaziy Osiyoda yagona hisoblanamiz. Biz bir vaqtning o'zida 34 ta mashinaga yuk yuklashimiz mumkin yoki-da 34 ta mashina bilan ishlashimiz mumkin. Hozir biz turgan joy bu Toshkent viloyati hamda Toshkent shaharni buyurtmalarini qayta ishlaydi. Ya'ni har bitta apteka bo'yicha alohida buyurtmasini tayyorlab yetkazib beradi. Har bitta ishga qabul qilingan xodimni albatta o'quv kurslariga jalb qilib, kerakli malakalarni berib, keyin ishga jalb qilamiz. 2025-yilda tarmoq korxonalari tomonidan qiymati 6 trillion so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarildi. 199,6 million dollarlik mahsulotlar eksport qilindi. Investitsiya dasturi bo'yicha 134,2 million dollar mablag' o'zlashtirildi. Shundan xorijiy investitsiyalar hajmi 113,9 million dollarni tashkil etdi. 20 yil davomida bizning dori vositalarimiz samarali ishlab kelgani uchun, vrachlarimiz tomonidan yaxshi xulosa berilgani uchun biz O'zbekistonda 5-zavodini qurishga kelishib oldik. 3 ta zavodimiz Hindistonda joylashgan va bittasi Ukrainada joylashgan va 5-zavod bu O'zbekistonda qurilyapti. Farmatsevtika sohasida umuman olganda O'zbekistonda bo'ladigan islohotlar shu investorlarni o'ziga jalb qilyapti. Kompaniyamiz hozirgi kunda asosan dori vositalari ginekologiyada, gastroenterologiya, urologiya, teri tanosi kasalliklarida juda yaxshi qo'llanib kelmoqda. Hozirgi kunda 100 dan ortiq brendimiz O'zbekiston farm bozorida sotilyapti. Bu dori vositalarini yana kengaytirish, xalqimizga yana sifatli, samarali
arzon qilib yetkazish uchun shu zavodni O'zbekistonda qurishga kelishildi. Hozirgi loyihamiz 20 million dollar baholangan. Qulayotgan zavodimizda asosan qattiq dori vositalari, ya'ni tabletkalar ishlab chiqiladi. Qobiqsiz ikkita liniyamiz bo'ladi va yana 3-liniyamiz bu yumshoq dori vositasi ishlab chiqarish bo'ladi. Unda asosan gel, krem, maza ishlab chiqariladi. Bu texnologiya hammasi yangi texnologiyalar bo'ladi. Bu degani dori vosita yanada sifatli bo'lishiga va O'zbekistonda ishlab chiqarilgani uchun narxning yana arzon bo'lishiga, samarali va xavfsiz bo'lishiga harakat qilyapmiz va xalqimizga shunaqa yuqori darajadagi dori vosita yetkazib berish niyatidamiz. In a manufacturing facility, pharma manufacturing facility. Ishlab chiqarish zavodida biz 2 bosqichli qadoqlash ishlarini amalga oshiramiz. Bu mahsulotning tashqi muhitga chidamliligini oshirish barobarida sifat ko'rsatkichlarining o'zgarmasligini ta'minlaydi. Zavod qurilishida uning seysmik jihatdan chidamliligiga ahamiyat qaratganmiz. Qolaversa, sifatli, xavfsiz, boshqaruv va nazorat uchun qulay bo'lgan me'morchilik konstruksiyalardan foydalanilmoqda. Safety as well as the precise control. Xorijiy investorlarni jalb qilishdan maqsad xorijiy tajribani o'rgangan holda xorijdan keladigan import o'rnini bosish ko'rsatkichlarini ko'paytirish, ishlab chiqarish hajmini oshirish va asosiy maqsad aholiga hamyonbop bo'lgan dori vositalarini ishlab chiqarishdan iborat. Xorijiy investorlarni jalb qilishda bizga hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan berilgan imtiyozlar yordam beradi. Ya'ni bu bojxona imtiyozlari, yer solig'i imtiyozlari, bundan tashqari bir qator imtiyozlar mavjud. Ushbu imtiyozlar xorijiy investorlarni O'zbekistonga kirib kelib, investitsiya kiritishini ta'minlab bermoqda. Bundan tashqari, xorijiy investor jalb qilinayotganda biza nafaqat O'zbekiston aholisini ehtiyojlarini qondirish, balki Markaziy Osiyo ehtiyojlarini qondirish ham muzokaralar davomida aytib o'tiriladi va shu asosida xorijiy investorlarda katta qiziqish uyg'onmoqda. Bugungi kunda mahalliylashtirish ko'rsatkichlarini oshirish bo'yicha juda jadal ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirda klaster hududi, ya'ni sanoat zonasi hududida ishlab chiqaruvchilarni oladigan bo'lsak, har bir investor mahalliylashtirish ko'rsatkichlariga juda qattiq qaraladi. Ya'ni bu O'zbekiston tomonidan O'zbekistonda ishlab chiqariladigan xom ashyolar asosida preparatlar ishlab chiqarishni tashkil etadi. Yuqori texnologiyaga asoslangan ishlab chiqarish malakali kadrlarni talab etadi. Shu maqsadda Toshkent Farmapark innovatsion ilmiy ishlab chiqarish farmatsevtika klasterida Farmatsevtika texnik universiteti tashkil etildi. Universitet o'zini faoliyatini 2024-yil oktyabrdan boshladi. Bu xalqaro universitet, chet ellik hamkor universitetlarni o'quv dasturlari asosida ta'lim olib boriladi va bitiruvchilar mana shu hamkor universitetlarni diplomlariga ega bo'ladilar. Hozirgi kunda 4 yo'nalish bo'yicha farmatsevtika, biomeditsina fanlari, biznes boshqaruv va ma'lumotlar analitika yo'nalishi bo'yicha Buyuk Britaniyaning Demaford universiteti, Sunderland universiteti dasturlari bo'yicha ta'lim olib borilmoqda. Yangi o'quv yilidan boshlab Janubiy Koreyani Yonsei universitetining ham qo'shma dasturlarini biz boshlamoqchimiz. Bu sanoat farmatsevtikasi va kosmetik mahsulotlar. Bu yo'nalish ham O'zbekistonni mana ishlab chiqarish salohiyatini yuksaltirish uchun juda muhim bo'lgan o'quv dasturi. Bunga qo'shimcha ravishda Yonsei universiteti bilan birga farmatsevtik biotexnologiya fanlari va shu bilan farmatsevtik kimyo fanlari bo'yicha o'quv dasturlar ishlab chiqarilib, uni tatbiq qilish ustida ish olib borilmoqda. Hamkor universitetlar bilan birga tibbiyot yo'nalishlari bo'yicha ham yangi o'quv dasturlarini, yana tibbiyotda yangi texnologiyani joriy qilish, yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish, kashf qilish bo'yicha yo'naltirilgan yangi dasturlar ham ustida ishlar olib bormoqdamiz. Ta'lim jarayoni ingliz tilida olib boriladi. Bu universitet talabalari hamkor universitetining talabasi hisoblanadi. O'quv jarayonlari, o'quv dasturlari ilmiy yo'nalishlarga boy, ya'ni ilmiy vazifalarga boy va shu bilan birga dual ta'limni ham o'ziga integratsiya qilgan. Talabalar ta'lim olishlari davomida ishlab chiqarishda o'zini ishlarini olib boradilar, ilmiy ishlarni olib boradilar. Universitetni muvofiqlashtiruvi asosida ishlab chiqarishda faoliyat ko'rsatishlari ham mumkin bo'ladi. Agar zavodda ilmiy tadqiqot bo'limi bo'lsa, bu yerda albatta samarali dori vositalar va kelajakda xalqimizga kerak bo'lgan talab bor dori vositalar tez fursatda ishlab chiqariladi. Shuning uchun mana shu klaster huzurida ilmiy tadqiqot, klinik tadqiqot bo'limlari bo'lishi kelajakda O'zbekistonda eng oxirgi chiqaradigan talabga boy dori vosita ishlab chiqarishga juda ham qulay sharoit yaratib berilyapti.
Rivojlanishni albatta ilmiy izlanishlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. 2025-yilda 162 nafar mutaxassis xorijiy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlariga o'qish hamda malaka oshirishga yuborildi. Maqsadli tadqiqotlar, startap loyihalari soha taraqqiyotidagi muhim omillar sanaladi. Biz 2025-yilda Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi ko'magida Farmanex dasturini yo'lga qo'ydik. Asosiy maqsad ilmiy loyihalarni tijoratlashtirish va farmatsevtika va tibbiyot sohadagi loyihalarni, startap loyihalarini rivojlantirish. Hozirgi kunda biz ilmiy tadqiqot institutlari bilan va oliygohlar bilan birgalikda ishlaymiz. Aynan ilmiy bazani ilmiy tadqiqot institutlari ta'minlashga yordam beradi. Yosh olimlarimiz, bakalavr, magistr talabalarimiz dasturimizda ishtirok etishadi. Va shu bilan birgalikda biz boshqa sohadagi mutaxassislarni ham jalb qilganmiz. Chunki bizga IT mutaxassislari kerak, sun'iy intellekt bo'yicha ishlaydigan mutaxassislar kerak va bizning hamkorlarimiz aynan biz bilan birgalikda ishlab shu sohani rivojlantirishga yordam berishadi. Olimlarimizga va talabalarimizga grant, stajirovkalar ajratilmoqda. Hozirgi kunda bizning dasturimizda 10 ta loyihamiz bor. Albatta startap loyihalarida ishtirok etish uchun yosh cheklanmagan, lekin aynan dasturimizda ko'proq yoshlar ishtirok etadi. Bugungi kunda biz Toshkent shahridagi joylashgan Vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti, O'zbekistondagi kimyo va farmatsevtika ilmiy tadqiqot instituti va Sharq tabobat instituti, shu institutlarning yosh olimlari va professorlar bilan birgalikda biz ilmiy tadqiqotlarni va ilmiy ishlanmalarni rivojlantirmoqdamiz. Ko'rsatuvimizda Toshkent Farmapark farmatsevtika klasteri faoliyati misolida yurtimizda farmatsevtika sohasiga qaratilayotgan e'tibor xususida so'z yuritdik. Bu borada ko'zlangan maqsad yagona, u ham bo'lsa aholini sifatli hamda hamyonbop dori vositalari bilan ta'minlash. Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan dori vositalari bugun jahonga eksport qilinmoqda. Ko'rsatuvimizning kelgusi sonida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.